Assalomu alaykum. Hafta davomida qabul qilingan qonunchilikdagi yangiliklar bilan tanishing. Davlat boji to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuniga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish haqidagi qonun qabul qilindi. Unga ko'ra qonunga issiqlik va elektr energiyasini yetkazib berish yuzasidan xizmatlar uchun to'lovlar bo'yicha qarzlarni undirish to'g'risidagi da'volar, arizalar va shikoyatlar bilan fuqarolik ishlari bo'yicha va iqtisodiy sudlarga murojaat qilinganda issiqlik va elektr energiyasini yetkazib beruvchilar davlat bojini to'lashdan ozod etilishini nazarda tutuvchi qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritilmoqda. Shuningdek, ularning talablarini qanoatlantirish to'liq yoki qisman rad etilgan taqdirda mazkur davlat bojini issiqlik va elektr energiyasini yetkazib beruvchilardan undirish belgilanadi. Yo'l harakati xavfsizligi tizimi takomillashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining Jinoyat protsessual kodekslariga hamda O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish haqidagi qonun bilan yo'l harakati qoidalarini buzganlik uchun jinoiy va ma'muriy javobgarlik belgilandi. Xususan, transport vositasini mastlik holatida boshqarganlik yoki tekshiruvdan o'tishdan bo'yin tovlaganlik, transport vositalarini boshqarish huquqidan mahrum etilgan shaxsning transport vositasini boshqarganligi va boshqa qator holatlar uchun jinoiy javobgarlik belgilandi. Shuningdek, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga kiritilgan qo'shimchalarga ko'ra yo'l harakati qoida buzarliklari bo'yicha hisoblanadigan jarima ballari belgilangan miqdordan oshganligi uchun ma'muriy jazo qo'llaniladi. Bunda jarima ballari belgilangan huquq buzarliklardan biri birinchi marta sodir etilgan kundan e'tiboran 1 yil davomida hisoblab boriladi. Hisoblangan jarima ballari 1 yil davomida 12 balldan oshgan hollarda haydovchi transport vositalarini boshqarish huquqidan mahrum qilinadi. Bunday huquqdan mahrum qilish muddati 6 oydan kam bo'lmasligi belgilandi. Alkogol va tamaki bozorini tartibga solish tizimi takomillashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun bilan alkogol va tamaki bozorini tartibga solish inspeksiyasining iste'mol va texnik etil spirti, alkogol va tamaki mahsulotlarini ishlab chiqarish hamda ularning ulgurji savdosi sohasida litsenziyalash va xabardor qilish tartib-taomillariga, shuningdek ularning ulgurji savdosiga doir talablarga rioya etilishi ustidan nazoratni amalga oshiruvchi vakolatli davlat organi sifatidagi vakolatlarni aniqlashtiruvchi o'zgartirishlar kiritilmoqda. O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga bola huquqlari himoyasini yanada mustahkamlashga qaratilgan qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi qonun bilan bola huquqlarining kafolatlari to'g'risidagi qonunga kiritilgan qo'shimchaga ko'ra ota-onalar yoki ularning o'rnini bosuvchi shaxslar o'z bolasini shaxsiy e'tiqodlariga muvofiq diniy va axloqiy jihatdan tarbiyalash huquqiga egaligi, ular tomonidan o'z bolasini qonunga xilof ravishda diniy ta'lim olishga jalb etishga, ya'ni bolani ro'yxatdan o'tkazilmagan yoki litsenziyaga ega bo'lmagan tashkilotlarga yoxud maxsus diniy ma'lumotga ega bo'lmagan va diniy tashkilotlarning O'zbekiston bo'yicha markaziy boshqaruv organining ruxsatsiz diniy ta'limni amalga oshirayotgan shaxslarga diniy ta'lim olishi uchun topshirishga yo'l qo'yilmasligi belgilandi. Farzandini qonunga xilof ravishda diniy ta'lim olishga jalb etish bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravaridan 10 baravarigacha miqdorda jarima solishga sabab bo'lishi belgilandi. Ekologik ekspertiza, atrof muhitga ta'sirini baholash va strategik ekologik baholash to'g'risidagi qonunga ko'ra ekologik ekspertiza obyektlari quyidagilardan iborat va ular davlat ekologik ekspertizasidan o'tkazilishi shart. Barcha turdagi qurilishlar uchun yer uchastkalarini tanlash va ajratish materiallari, loyiha oldi va loyiha hujjatlari, tabiiy resurslardan foydalanish bilan bog'liq bo'lgan xo'jalik faoliyatini hamda boshqa faoliyatni tartibga soluvchi normativ texnik va yo'riqnoma, uslubiy hujjatlar, shu jumladan texnik reglamentlar va shartlarning, standartlarning, qoidalar hamda yo'riqnomalarning loyihalari, chiqindilarni zararsizlantirish, qayta ishlash va utilizatsiya qilish uchun yangi turdagi texnologiyalarni hamda texnika vositalarini, materiallar, buyumlarni, biologik, kimyoviy moddalarni va vositalarni yaratish bo'yicha hujjatlar, atrof muhitning holatiga va inson sog'lig'iga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi ishlab turgan korxonalar hamda boshqa obyektlar, maxsus huquqiy rejimga ega bo'lgan obyektlar.
O'zbekiston Respublikasida fuqarolarning vijdon erkinligini ta'minlash va diniy sohadagi davlat siyosati konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risidagi qonun bilan fuqarolarning vijdon erkinligini ta'minlash va diniy sohadagi davlat siyosati konsepsiyasi tasdiqlandi. Konsepsiya vijdon erkinligiga bo'lgan huquqni va O'zbekiston Respublikasi dunyoviy davlat ekanligiga oid konstitutsiyaviy qoidalarni ro'yobga chiqarish hamda diniy sohadagi davlat siyosatining maqsadi, vazifalari, prinsiplarini va ustuvor yo'nalishlarini belgilaydi. Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish tizimi takomillashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun bilan Jinoyat protsessual kodeksiga va Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi qonunga Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining jinoyat ishlari bo'yicha tergovni yuritish borasidagi vakolatlari aniqlashtirilishini nazarda tutuvchi o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Bundan tashqari, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi va byudjet kodekslariga Iqtisodiyot va Moliya vazirligi davlat moliyaviy nazorati organlarining vakolatlari, Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti davlat moliyaviy nazorati inspeksiyasining zimmasiga yuklatilishini nazarda tutuvchi o'zgartirishlar kiritilmoqda. Uy-joy va ipoteka bozorini yanada rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi Prezident farmoniga ko'ra 2025-yilda bozor tamoyillariga asoslangan ipoteka kreditlari orqali aholini uy-joy bilan ta'minlash dasturining asosiy yo'nalishlari etib quyidagilar belgilandi. Hududlarda jami 8,1 million kvadrat metrdan iborat 135 ming kvartirali uy-joylarni qurish, ipoteka kreditlari bo'yicha dastlabki badal va foiz to'lovlarining bir qismini qoplash uchun subsidiyalar sonini 1,5 baravarga oshirish va mazkur maqsadlarga davlat byudjetidan 2,5 trillion so'm yo'naltirish, uy-joy va ipoteka bozorini moliyaviy resurslar bilan ta'minlash uchun 20,9 trillion so'm miqdoridagi ipoteka kreditlarini ajratish, Yangi O'zbekiston va boshqa massivlarda ko'p kvartirali uy-joylarni barpo qilishda ishtirok etadigan qurilish tashkilotlarini aylanma mablag'lar bilan ta'minlash uchun davlat byudjetidan 700 milliard so'm hamda tijorat banklarining o'z mablag'lari hisobidan 3 trillion so'm miqdoridagi mablag'larni yo'naltirish. 2025-yilgi Navruz umumxalq bayramiga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish to'g'risidagi Prezident qaroriga ko'ra 2025-yilgi Navruz umumxalq bayrami mamlakatimizda qadriyatlaring boqiy bo'lsin Navruz degan bosh g'oya asosida umumxalq sayllari shaklida yuqori saviyada keng nishonlanadi. Bu yilgi Navruz bayrami muqaddas Ramazon oyida nishonlanishi inobatga olib, keksa avlod vakillarini, xususan 2-jahon urushi qatnashchilari va mehnat fronti faxriylarini har tomonlama e'zozlash, mehribonlik, saxovat va muruvvat uylarida yashayotgan shaxslar ijtimoiy himoya daftarlariga kiritilgan va ko'makka muhtoj insonlarning holidan xabar olish maqsadida ular uchun bayram dasturxoni yoziladi hamda turli xayriya tadbirlari o'tkaziladi. Qonunchilikdagi shu va boshqa xabarlar bilan Adliya vazirligining huquqiy axborot Telegram kanali orqali tanishishingiz mumkin. Xayr, salomat bo'ling.